Assalomu alaykum barchaga. Qaranglar, imlo testlarini tugatib, bugun leksikologiya mavzusiga ham yetib keldik. Leksikologiya mavzusi juda ham unchalik qiyin emas, faqatgina ozgina o'ylasak bo'ldi, javobi chiqadi. Chunki barchamiz o'zbek tilini ona tilimiz yaxshi bilamiz. Shuning uchun so'zlarning ma'nosini ham tushunishimiz oson bo'ladi. Qani sizlar tayyor bo'lsalaring boshladik. Men shoshib ketyapman. Tezroq shu mavzularni o'tsak, tezroq testlarni ishlasak deb. Qancha ko'p test ishlasak shuncha yaxshi. Shuning uchun sizlar ham shunga yarasha harakat qilinglar. Qani boshladik qizlar bo'lmasam. Demak, bugungi mavzuyimiz leksikologiya mavzusi ekan. Xo'p, leksikologiya o'zi nima degani? Oldin leksikologiya bilan tanishib olsak, leksikologiya bu tilshunoslikning bir bo'limi hisoblanadi. Leksikologiyada ham, morfologiyada ham so'z o'rganiladi. Endi ular so'zni turli xil jihatiga ko'ra o'rganadi. Leksikologiya demak bo'limi yunoncha so'zdan olingan bo'lib, leksikos lug'at, logos ta'limot degan ma'noni bildirar ekan. Bu demak bo'limda so'zning atash ma'nosi o'rganiladi. Yoki ikkinchi nomi atash ma'nosi ham bitta ma'noni bildiradi, lug'aviy ma'nosi ham bitta ma'noni anglatadi. Demak, so'zning atash yoki lug'aviy ma'nosini o'rganadi bu tilshunoslik bo'limi. Va shuningdek, bu bo'limda mana testlarimizda ko'p keladigan so'zning o'z ma'nosi, ko'chma ma'nosi, ko'chish yo'llari, so'zning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlari, ya'ni sinonimlar, antonimlar, paronimlar, so'zlarning yangilik, eskilik bo'yog'iga ko'ra turlar. Bu unchalik muhim emas. Faol, nafaol so'zlar, iste'mol doirasi chegaralangan so'zlar, chegaralanmagan so'zlar, ya'ni o'sha shevaga xos so'zlar, jargonlar, argolar, varvarizm, vulgar, mana shu so'zlar va bizga endi kerak bo'ladigan mana bu iboralar kerak bo'ladi. Lug'at kerak bo'ladi. Imlo lug'ati, izohli lug'at kerak bo'ladi. Endi va etimologiya bu so'zlarning kelib chiqishi, qayerdan kelib chiqqan. Onomastika, nomshunoslik kerak bo'ladi masalalari nima qilinar ekan, o'rganilar ekan tilshunoslik, leksikologiya bo'limida. Endi qarang. Xo'p, men aytdim sizga, lug'aviy ma'no, leksik ma'no, atash ma'nosi hammasi mana bu 3 ta so'zni barchasi bitta ma'noni anglatadi. Hammasi bir-biriga teng. Ya'ni ma'nosi bir xil, ya'ni sinonim deylik. Endi lug'aviy ma'no o'zi nima degani? Lug'aviy ma'no narsalarni borliqdagi, demak, nomi. U nimani anglatishi? Mana borliqdagi narsalar, shaxslar, mana shaxslar bor, oyi, dada, narsalar bor, kitob, daftar, o'rin-joy bor, belgi bor, chiroyli, xunuk, miqdor bor, ko'p, oz, harakat bor, yozmoq, o'qimoq, kiyinmoq, payt bor, ertalab, kechqurun va hokazo, harakat, holat bor, mardlarcha, keragicha kabi tushunchalarni ifodalaydi so'zlar, borliqdagi so'zlarimiz. Bu so'zlarni, ya'ni atash ma'nosidir. Endi oddiy qilib, dehqoncha qilib tushuntirsam sizga, qarang. Olma so'zimiz bor, olmamiz bor. Olma deganda ko'zingizning oldiga nima keladi? Olma deganda hech qachon ko'zingizning oldiga yo'li bor tarvuz kelmaydi. To'g'rimi? Olma keladi ko'zingizning oldiga. Demak, ana shu olmani aytganingizda yoki narsaning, masalan, oyi desangiz, hech qachon katta yoshli kampir kelmaydi ko'zingizning oldiga. Hammani o'zini oyisi keladi. To'g'rimi? Bujonlar kelmaydi ko'zimizning oldiga, o'zimizning oyimiz keladi. Demak, u ana shu so'zning atash ma'nosi ekan. Ya'ni olma yeydigan meva ekanligi, uning turli xil rangda ekanligi, ta'mi shirin, achchiq, sho'r ekanligi. Demak, mana shu narsalar ko'zimizning oldiga keladi. Undan boshqa narsa ko'zimizning oldiga kelmaydi. Mana shu uning atash ma'nosi hisoblanadi. Endi borliqdagi hamma so'zlarimizda ham atash ma'nosi bormi? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, hamma so'zlarimizda ham atash ma'nosi yo'q. Faqat mustaqil so'z turkumlarimizda. Endi istisnolarim bor, hozir uni tushuntiraman. Ko'proq aynan mustaqil so'z turkumlarida demak atash ma'nosi bor. Masalan, qarang, o'ynamoq fe'li. O'ynamoqda atash ma'nosi bor. O'ynamoq deganda ko'zingizning oldiga kimdir o'ynayotganligi, raqs tushayotganligi keladi. Yoki bo'lmasam, qizil desam, ko'zingizning oldiga qizil rang keladi. Aynan ko'k rang emas, qizil rang keladi. Demak, u sifatda ham bor ekan.
Kishi desam ko'zingiz oldiga har qanday toifadagi inson keladi, narsa emas, inson keladi. Qalam desam, demak ko'zingiz oldiga turli xil rangdagi nimalar keladi, o'quv quroli keladi. Demak, bu ham uning atash ma'nosi ekan. Ya'ni o'sha mustaqil so'z turkumlari atash ma'nosiga ega ekan. Endi sizga uchun desam, ko'zingiz oldiga nima keladi? Va desam, nima keladi ko'zingiz oldiga? Hech narsani siz tasavvur qila olmaysiz. Avvalo desam, axir, hatto desam, ko'zingiz oldiga hech narsani keltira olmaysiz. Demak, xulosa shuki, atrofimizdagi biz ishlatadigan hamma so'zlar ham atash ma'nosiga ega emas ekan. Endi buni ko'rib chiqamiz. Demak, mana mustaqil so'z turkumlarimiz bor. Ot ko'rdik, atash ma'nosini. Otda bor, sifatda bor, sonda bor, ya'ni miqdori bor. 3 ta 4 ta desak, o'shani aynan miqdorini bildiryapti. Ot, sifat, son, ravish, fe'l. Va taqlid so'zlarda ham atash ma'nosi mavjud bo'ladi. Shitir desak, o'sha ovoz borda, jimir desak, o'sha jimir-jimirni holati borda, yulduzlar jimir qildi desak, jimir-jimirni holatini ko'zimizning oldiga keltira olamizda. Shuning uchun taqlid so'zlarda ham atash ma'nosi mavjud. Endi olmosh so'z turkumi mustaqil so'z turkumi bo'lsa ham, unda atash ma'nosi yo'q va u atash ma'nosiga ega bo'lgan so'zlarga ishora qiladi. Olmoshlar atash ma'nosiga ega emas. Yordamchi so'z turkumlari atash ma'nosiga ega emas. Aytdim sizga, va, bilan, uchunni misol qilib keltirdim. Ya'ni ko'makchi, yuklama, bog'lovchilar atash ma'nosiga ega emas. Va undovlarimiz kisht, rahmat, ey, balli kabi undov so'zlarimiz atash ma'nosiga ega emas. Va modal so'zlarimiz bor. Modal so'zlarimiz ham atash ma'nosiga ega emas. Mana taqlid so'zlarimizda atash ma'nosi mavjud. Atash ma'nosiga tushundikmi? Demak, atash ma'nosi o'sha borliqdagi narsalarni anglatadigan ma'nosi atash ma'no hisoblanar ekan. Leksikologiya mana shuni o'rganadi. Endi savollarda ko'p tushayotgan yana bir turi so'zlardagi bir ma'nolilik va ko'p ma'nolilik hodisasi. So'zlar bir ma'noli bo'lishi mumkin yoki ko'p ma'noli bo'lishi mumkin. Bir ma'nolilik hodisasi monosemiya deb ataladi. Eslab qoling, monosemiya so'zini toping deb berish mumkin savolda. Endi polisemiya, endi ko'p ma'nolilik hodisasi polisemiya deb atalar ekan. Endi mana so'zlar, dastlab so'zlar mavjud bo'lgan, bilan insoniyat paydo bo'lgandan keyin bitta-ikkita so'zlarni ayta boshlagan, sekin astalik bilan ularni so'z boyligi oshib borgan. O'zlari nom topgan, yangicha nomlarni paydo qilgan. Endi qarasakki, so'zlarda soni ko'payib ketyapti. Juda ham ko'payib ketyapti. Endi ular har bitta narsaga alohida nom topganda so'zlarning miqdori oshib ketadi va ularni xotirada saqlab qolish, eslab qolish qiyinlashadi. Natijada tildan foydalanish ham o'sha tildan foydalanib ishlatish qiyinlashadi. U sekin asta o'lik tilga, ya'ni yaroqsiz tilga aylanib qoladi. Qiyin bo'lganligi uchun. Shuning uchun endi olimlar uni bitta so'zning ifodalagan ma'nosiga qo'shimcha ma'no yuklashni o'rganishadi. Mana qarab turing. Masalan, ko'z so'ziga. Ko'z, mana insonning ko'zi, ko'rish uchun, yorug'likni demak, anglash uchun yoki nimani o'sha atrofimizni anglashimiz uchun Alloh tomonidan berilgan ne'mat ko'z. Endi insonning ko'zi mana o'z ma'nosida, uzukning ko'zi yoki derazaning ko'zi ko'chma ma'noda bo'ladi. Ya'ni mana insonning ko'zi o'z ma'nosida, uzukning ko'zi, ya'ni ma'no o'xshashligi bor. Mana derazaning ko'zi ham o'sha yorug'likni o'tkazdirish uchun qo'yiladi. Yorug'lik bilan ta'minlash uyni. Endi mana shu narsa demak bir ma'nolilik va ko'p ma'nolilik bo'ladi. Yoki bo'lmasam qushning qanoti o'z ma'nosida, samolyotning qanoti ko'chma ma'noda. Biz ukam bilan aylandik.
bog'da aylandik desak, haqiqatdan ham aylanasiz, yoki bo'lmasam velosipedning g'ildiragi aylandi desak, haqiqatdan ham aylanadimi? Lekin sen gapni aylantirma desak, u gapni ushlab olib mana atrofida aylantirgan bo'ladimi? Yo'q, u mumkin emas. Demak, bu ko'chma ma'nodagi so'z hisoblanar ekan. Quloq, insonning qulog'i, qozonning qulog'i. Ushlash uchun demak nima qilingan? Mo'ljallangan. Qozonni ushlash uchun mo'ljallangan quloq. Shuning uchun u so'z ko'chma ma'nodagi so'z hisoblanadi. Endi so'zning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlari bizga asosan milliy sertifikat uchun mana shu bo'lim muhim hisoblanadi. Ya'ni so'zning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlari 4 ta: omonim so'zlar, paronim so'zlar, sinonim so'zlar, ya'ni shakldosh, paronim, ma'nodosh, ikkinchi nomi antonim, zid ma'noli so'z. Sizdan omonim so'z deb so'rash mumkin yoki bo'lmasam shakldosh so'z deb so'rashi mumkin. Demak, ikkalasi bitta, teng ekan. Endi paronim talaffuzdosh, sinonim ma'nodosh deb so'rashi mumkin. Ma'nodosh bo'ladi. Antonim endi zid ma'noli so'z bo'ladi. Zid ma'noli so'z. Mana shuni farqlab oling. Omonim teng shakldosh, bitta ma'noni anglatadi. Paronim talaffuzdosh, sinonim ma'nodosh, antonim zid ma'noli so'z. Bizga ko'proq mana shu bo'lim, mana shu qism kerak bo'ladi. Navbatdagi, demak, endi bularni hozir ko'rib chiqamiz navbati bilan. Omonim so'zlar, ya'ni shakldosh so'zlar, mana qavs ichiga yozib qo'ydik. Shakldosh so'zlar ikkalasi bir-biriga teng, yo omonim deb so'raydi, yo shakldosh so'z deb so'raydi. Shakldosh so'z mana sinfdosh desak, o'sha bitta sinfda o'qiydigan o'quvchilar tushuniladi. Shakldoshlar ham shakli nima? Bir xil so'zlar. Shakldosh, shakli bir xil so'zlar. Mana shakli bir xil, lekin ularning ma'nosi turli xil bo'lgan so'zlar shakldosh so'zlar deyiladi. Shakldosh so'z ko'p ma'noli so'zlardan farqi bor. Biz hozir aytdik mana insonning qulog'i, qozonning qulog'i, insonning ko'zi yoki bo'lmasa uzukning ko'zi, derazaning ko'zi. Ikkalasi ham unda ham bir xil, yozilishi bir xil, aytilishi ham bir xil, shakli bir xil. Shakldosh so'zlarda ham aytilishi ham yozilishi ham bir xil-ku. Qanday farqlaymiz desangiz, qarab turing. Ko'p ma'noli so'z uni nechta ma'nosi borligidan qat'iy nazar ma'nolar o'rtasida qandaydir bir ip bo'ladi, ya'ni bog'liqlik bo'ladi. Ko'p ma'nolilikda mana ko'z, biz aytdik, yorug'likni ifodalash, anglash uchun, ko'rish uchun berilgan. Derazaning ko'zidan ham o'sha derazadan qarab ko'rasizmi? Demak, o'sha yorug'likni kirdiradimi? Demak, ma'no o'xshashligi bor. Endi shakldosh so'zlarda ma'no bog'liqligi umuman bo'lmaydi. Bir-biriga bog'lanmaydi bular ma'no jihatidan. Bosh, mana ishning boshi eng yuqori qismi, ya'ni boshlanish qismi, odamning boshi ham eng yuqorida, suvning boshi ham yuqori. Demak, bular ko'p ma'noli so'z. Bir-biriga nima? Mazmun jihatdan ichki bog'liqligi bor. Ichki bog'liqligi bor. Endi qarab turing. Ot so'zi. Mana endi bu ot shakldosh so'z. Ot demak hayvon. Hayvon birinchi ma'nosi, ot naql uloqtir ma'nosida. Keyingi ma'nosi ot ism ma'nosida. Uchalasi uch xil narsa. Endi qarang, chaqmoq so'zi. Chaqmoq mana tabiat hodisasi, danakni chaqmoq harakat bu. Ikkalasi o'rtasida qanaqa bog'liqlik bor? Bog'liqlik yo'q. Demak, shakldosh so'zlarning o'rtasida ma'naviy bog'liqlik bo'lmas ekan. Ko'p ma'noli so'zlarda qandaydir ichki bog'liqlik bo'ladi. Mana shundan farqlab olsangiz bo'ladi. Endi yana bitta farqi, ko'p ma'nolilik hodisasi bir so'z turkum doirasida sodir bo'ladi. Bu nima degani? Mana uzukning ko'zi, derazaning ko'zi. Ko'z so'zi ko'p ma'noli so'z bo'lib kelayotgan bo'lsa, ikkalasi ham ot so'z turkumida bo'ladi. Ya'ni so'z turkumi bir xil bo'ladi. Bosh so'zi mana insonning boshi, suvning boshi dedigan, ishning boshi. Demak, bu hammasi ot so'z turkumida kelyapti. Ko'p ma'noli bo'lish uchun so'z turkumi bir xil bo'lishi kerak. Endi shakldosh so'zlarda esa bitta so'z turkumida ham bo'lishi mumkin,
yoki bir nechta so'z turkumida ham bo'lishi mumkin. Masalan, misol keltiryapmiz, qarang. O'tkir bolta, o'tkirlik jihatidan mana olinyapti. O'tkir bolta, o'tkir zehn. Haqiqatdan ham o'tkir bolta bormi? Mavjud. Demak, bu o'z ma'nosida. O'tkir bolta borda. Endi o'tkir zehn. Zehnni olib turib o'tkirlab bo'ladimi? O'tkirligini deb anglab bo'ladimi? Demak, bu ko'chma ma'noda. Bu demak, o'tkir zehn ko'chma ma'noda. O'tkir bolta haqiqatdan ham mavjud. U nimada? O'z ma'nosida keladi. Qarang. Temir sandiq o'z ma'nosida haqiqatdan ham temirdan yasalgan sandiq bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Temir irodachi. Temir iroda ko'chma ma'noda. Irodani temirdan yasa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Demak, u ko'chma ma'noda. Yoki bo'lmasa mana tilla uzuk. Uzuk tilladan bo'ladimi? Bo'ladi. Demak, u o'z ma'nosida. Endi tilla intizom desak, bo'lmaydi. Endi qozonning qulog'i mana radioning qulog'i, rubob qulog'i hammasi ot so'z turkumida kelyapti. Turkumi bir xil, ko'p ma'noli bo'lganligi uchun. Endi chang, g'ubor, chang desak g'ubor ma'nosida, chang cholg'u asbobi. Bular endi omonim so'z, bir-biriga g'ubor bilan, mana bu g'ubor bilan cholg'u asbobi bir-biriga nima emas, aloqador emas. Shuning uchun bular omonim so'z, lekin omonim so'z bo'lsa ham bitta so'z turkumi bir xil, ya'ni ot so'z turkumida. Endi mana bu qoidaga tushgan shakldoshlik esa bir so'z turkumi doirasida bo'ladi deyapti. Mana shu qoidamizga tushyapti mana. Chang so'zi g'ubor, chang so'zi cholg'u ma'nosida. Endi o't so'zi birinchisi o'simlik, mana maysa ma'nosida, ikkinchisi o't a'zo ma'nosida, keyingisi o't harakat ma'nosida. Demak, o'simlik ma'nosi ot so'z turkumi, a'zo ma'nosi ot so'z turkumi, o't harakat ma'nosi fe'l so'z turkumi. Necha xil bo'ldi? Bir nechta so'z turkumi doirasida, ya'ni 2 va undan ortiq bo'ldi. Ikkita so'z turkumidan hosil bo'ldi. Demak, bir so'z turkum doirasida ham bo'lishi mumkin, bir nechta so'z turkum doirasida ham bo'lishi mumkin ekan omonim so'zlar. Mana band bo'sh emas, band tutqich. Band yozilgan matnning parchasi. Demak, turli xil so'z turkumlarda kelyapti. Shuni ifodalayapti hozirgi misolimizda. Navbatdagi demak misolimiz bu omonim so'zlarga berilyapti. Mana asar so'zini olaylik. Asar so'zi. Birinchi ma'nosi asar ham qolmabdi deymiz. Nishon, nom nishon ham qolmabdi. Borgunimizcha asar ham qolmabdi desak, demak asar ma'nosida. Ikkinchisi ijod mahsuli, yozuvchilar, shoirlarning asari. Mehrobdan chayon asari desak, demak mana shu ikkinchi ma'nosida kelyapti, ijod mahsuli ma'nosida. Bel so'zi. Gavdaning ko'krak qafasi bilan bo'ks orasidagi eng xipcha qismi bel deyiladi va bel kurak. Ikkinchi ma'nosi bel kurak, omonim so'z. Bog' so'zi. Mana bog' so'zi. Biror narsaning to'dalab bog'langan bog' qilib qo'yamiz-ku, mana bedalarni yoki bo'lmasam boshqa narsalarni, o't-o'lanlarni bog'lab bog' qilib qo'yamiz-ku, o'sha narsa bog'. Ikkinchi ma'nosi mevali daraxt ma'nosida kelyapti. Mevali daraxt ma'nosida. Hop, keyingisi. Mana ari, kengash, kechik, ot so'z, mana hayvon, ism, otmoq ma'nosida. Osh so'zi ovqat, taom, oshmoq, teri oshlaydigan modda va oshmoq, devordan oshmoq ma'nosi fe'l bo'lib kelyapti. Qazi, ot go'shtidan tayyorlangan mahsulot bilan keyingisi chuqur qilmoq, qazmoq. Bu so'zlarni qarasangiz, hech qaysi biri bir-biriga ma'no jihatdan nima qilmagan, bog'lanmagan. Shuning uchun bular omonim so'zlar hisoblanadi. Xo'p, keyingi demak qism paronim so'zlar. Paronim so'zlar tovushdosh so'zlar. Bir tovush bilan farqlanadi. U tovushlar ham bir-biriga yaqin bo'ladi, ya'ni jarangli, jarangsiz bo'ladi. Shuning uchun talaffuzda juda ham yaqin talaffuz qilinadi, lekin yozuvda ikki xil yoziladi, ya'ni bitta tovushga farq qiladi. Mana shu so'zlarimiz demak paronim so'zlar hisoblanar ekan. Ya'ni bir tovush bilan farqlanuvchi, aytilishi o'zaro yaqin bo'ladi, bir-biriga jarangli, jarangsiz juftliklardan hosil bo'lganligi uchun. Mana shu so'zlarimiz paronim so'zlar, lekin ma'nosi bularni har xil bo'ladi.
Paronim so'zlarni ishlash milliy sertifikatning 5-6 savollarida keladigan uslubiy xatolikni toping degan savollarda juda ham qo'l keladi. Ya'ni, masalan, afzal so'zni o'rniga afzal so'zni berib ketadi. Mana shunda, demak, so'z qo'llash bilan bog'liq xatolik bo'ladi. Ya'ni, paronim so'zlarni qo'llash bilan bog'liq xatolik yo'l qo'yilgan bo'ladi. Buni testlarda ko'ramiz. Afzal so'zi, demak, yugan, egar, jabduq kabi ot asboblari majmui, mana afzal fa'liga kelyapti, nisbatan yaxshi. Ma'qul. Bunga nisbatan unisi afzal ma'nosida. Adib, badiiy asar yozadigan shaxs, ya'ni yozuvchi. Adib endi mag'iz, ko'rpalarni, matolarni chetiga tikiladigan qoradan ensiz tikiladigan narsa adib deyiladi. Adil ham ko'p tushadi mana. Tik, to'g'ri degani, adil iyiligi bor, i o'rtasi iborat tik, to'g'ri degani, adil degani adolatli, adil podshoh. Bizga savolda mana bunday keladi. Adil podshoh deb yozib qo'yadi. Demak, u javob xato bo'ladi. Aslida podshoh so'zi mana bunday adil so'zi bilan kelishi kerak. Yoki bo'lmasam adilni o'rniga boshqa so'zni berib qo'yish mumkin. Mana shunda demak ko'rasiz, paronimlarni qo'llash bilan bog'liq xatolik yuz bergan bo'ladi. Azm so'zi ham ko'p keladi, shuning uchun aynan shu so'zlarni tanlab oldim. Azm, g'oyat katta, ulkan degani, azm qaror, azm qildi. Shu ishni qilishga yo shu ishni boshlashga azm qildi deganda, demak mana bu esi yo'q shakli ishlatiladi. Endi katta, ulkan ma'nolarda esa azim so'zi keladi. Birni o'rniga birni qo'llab qo'yadi. Mana shunda uslubiy xatolik bo'ladi. Xo'p, keyingisi antonim, zid ma'noli so'zlar. Zid ma'noli so'zlar endi eng oson shakli shu bo'lsa kerak. Qarama-qarshi ma'noli so'zlarga zid ma'noli so'zlar deyiladi. Zid ma'noli so'zlar doim ikkita qarama-qarshi tarafdan iborat bo'ladi. Ya'ni birini aytganimizda biri xayolimizga keladi. Achchiq desak mana shirin ko'zimiz oldiga keladi, oq desak qora. Endi antonim so'zlarni hamma bilsa kerak. Mana erta-kech zid ma'noli so'zlar mana juftlashib, ba'zan yangi ma'noli so'zlarni hosil qilish mumkin. Shomu sahar, mana shomu sahar doim degani. Uzoq yaqindan kelgan qarindoshlar, ya'ni hamma yoqdan kelgan ma'nosida. Achchiq chuchuk taom ma'nosida. Achchiq chuchukni olib kel deymiz. Bordi keldi qilyapti qudalar deymiz. Yaqinlik ma'nosida. Issiq sovuqdan xabardor bo'l deydi. Hol-ahvolidan xabardor bo'l degan ma'noda kelar ekan. Demak, bular ham bir-biri bilan juftlashib yangi ma'noli so'zlarni hosil qilar ekan. Keyingisi, antonimlikning 3 ta sharti bor, ya'ni shakliy jihatdan har xil bo'lish kerak antonimlar. Mana oq va qora deganimizda shakliy jihatdan har xil, ma'noviy har xillik, ma'nosi ham har xil, ma'noviy zidlik va ma'nolarning o'rtasida zidlik bo'lishi kerak. Endi yana shunday ikkita narsaga e'tibor berishimiz kerak. Antonim juftlikni hosil qilishda, demak, quyidagilar kelganda ularni antonim so'zlarga olmaymiz. Ya'ni fe'lning bo'lishli bo'lishsiz shakli, ya'ni bordi bormadi, mana bo'lishli bo'lishsiz shakli ma shakli bilan amalga oshiriladi. Ma shakli kelganda, demak buni biz ma'noviy jihatdan zidlik bo'lsa ham, lekin uni antonim so'zga olmaymiz. Ma'noviy jihatdan zidlik bor, ma'noviy har xillik bor, demak, lekin shakli har xillik yo'qda. Bordi bormadida ma qo'shilyapti, shakli jihatdan bir xilda ma qo'shilyapti xolos orasiga. Shuning uchun bularni antonim so'z deb olmaymiz. Ma shaklini bordi bormadi antonim so'z emas. Tasdiq, inkorni bildiruvchi so'zlar ham demak antonimlikni hosil qila olmaydi. Ha, yo'q, bor, yo'q so'zlari ham antonim emas. Bizga eng kerakli mavzuga yetib keldik. Mana sinonim mavzusi eng ko'p ishlatiladigan mavzu. Buni chuqurroq o'rganamiz. Ya'ni sinonim so'zlar deb aytsa ham, ma'nodosh so'zlar deb aytsa ham bitta narsani tushunishingiz kerak. Ma'nodosh, ya'ni boya aytdim, shakldosh bo'lsa shakli bir xil, ma'nodosh bo'lsa ma'nosi bir xil bo'lsin. Shakliga ahamiyat bermaymiz. Shakldosh so'zda shakliga e'tibor beramiz, shakli bir xil bo'ladi. Ma'nodosh so'zlarda shakliga e'tibor bermaymiz, ma'nosiga e'tibor beramiz. Shuni eslab qoling. Endi ma'nodosh so'zlar bir umumiy ma'noni ifodalovchi 2 va undan ortiq so'zlarga ma'nodosh so'zlar deyilar ekan. Ma'nodosh so'zlar bir ma'noni xilma-xil ma'no qirralarini ko'rsatib beradi. Ya'ni xilma-xil so'zlar orqali
orqali turli nozik qirralari, ma'no qirralari bilan ifodalaydi. Va bu bizda so'z sehrini namoyish etishda, nutqni bezashda, bitta so'zni qayta takrorlashdan saqlab qoladi. Masalan, qarang, sovg'a so'zini beryapmiz mana misolda. Sovg'a berdi, hadya berdi, tortiq berdi, in'om berdi, armug'on berdi. Sinonim so'zlarni o'rganish sizga esseda ham juda ham kerak bo'ladi. Ya'ni biz aytamiz paraphrase degan qismimiz bor. Paraphrase. Demak, mana shu paraphrase degani o'sha so'zning muqobil variantini qo'llash kerak degan. Internet degan demak mavzuda esse mavzu tushadigan bo'lsa, hamma gapingizda internet deb ishlatsangiz, sizda demak balingizni tushirib yuboradi. Ya'ni bitta so'zni qayta qo'llaganingiz uchun so'z boyligingiz kam deyiladi-da, nimangizni balingizni tushirib yuboradi. Internet o'rniga ijtimoiy tarmoq yoki o'rgimchak to'ri, mana shunday iboralardan foydalanishingiz kerak. Ya'ni bu albatta sinonimlarni o'rganish bilan bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Sinonimlarni o'rganish juda ham muhim hisoblanadi. Sinonimiya hodisasi bir so'z turkum doirasida sodir bo'ladi. Mana shu jihatga e'tibor bering. Ya'ni sinonimlar bir so'z turkum doirasida bo'lishi kerak. Bu qoidani bilishingiz sizga 3-4 savollarni, 36-savollarni yechishga yordam beradi. Mana shu mavzuni o'tishimiz, demak 3, 4, 5 ba'zida va 36-savollarni yechishimizga yordam beradi. Odil, mana sifat, adolat, ot sinonim bo'la olmaydi. Odil sifat, adolat ot so'z turkumi. Ko'ryapsizmi? Nadomat ot, afsuslanmoq fe'l so'z turkumi. Ma'no jihatdan bir-biriga yaqin kelyapti, lekin bularning turkumi har xilda. Shuning uchun bular sinonim, ya'ni ma'nodosh so'z bo'la olmaydi. Bir-biriga ma'no jihatdan bo'lsa ham bir so'z turkumiga mas'ul emasligi uchun test ham xuddi mana shunday ishlaysiz. Qanday so'rog'iga javob bo'lsa sifat, undan oldin demak adolat so'zi ot nima so'rog'iga javob bo'lyapti. Demak ikki xil so'z turkumi bo'lib qolyapti. Shuning uchun bular sinonim so'z bo'la olmaydi. Mana frazeologik sinonimlar. Lom-mim demaslik, mana gapirmaslikka to'g'ri keladi. Lom-mim demaslik, og'ziga talqon solmoq, og'ziga qattiq ivitmoq, mum tishlamoq, og'iz ochmaslik kabilar hammasi mana bu gapirmaslikka to'g'ri keladi. Frazeologik sinonimlar. Endi og'zining tanobi qochdi, og'zi qulog'iga bormoq, mana do'ppisni osmonga otdi deymiz, boshi ko'kka yetdi. Mana shular hammasi xursand bo'lmoqqa tushadi. Dunyoni suv bossa beparvo, beg'am odamlarga aytamiz, dunyoni suv bossa to'pig'iga chiqmaydi. Tepsa tebranmas, parvoyi falak kabi iboralarni ishlatamiz. Bular hammasi bir-biriga sinonim bo'lgan iboralar hisoblanadi. Mana arzon so'zi, suv tekin bilan, toza so'zi, yog' tushsa yalagudek. Bo'lmag'ur so'zi, yo'q yerdagi, xafa, avzoyi buzuq, dili pora. Yaqin, 2 qadam, endi uni teskarisini beryapti. Oson, xamirdan qil sug'urgandek, xursand bo'lmoq, qo'yi minga yetmoq. Mana shu iboralar demak ma'nodoshligi bor ekan. Endi affiksial sinonimlar. Affiksial degani, ya'ni qo'shimchalar ma'nodoshligi. Qo'shimchalar ham ba'zida ma'nodosh bo'lib kelishi mumkin. Tilchi desak ham, tilshunos desak ham o'sha bitta insonni tushunamiz. Aravakashi ham, aravachi ham bitta ma'noni ifodalaydi. Borishdi demak, borishdi birgalik, bordilar ko'plik. Yodda tuting, demak bir asosdan yasalgan so'zlar ham o'zaro ma'nodoshlik munosabatini hosil qilishi mumkin ekan. Endi sintaktik sinonimlar. So'z birikmalari, gaplar o'rtasidagi ma'nodoshlik. Masalan, xat yozdim ham, xat yozildi ham o'sha narsani ifodalaydi. Endi shunday sinonimlarimiz borki, shartli, ya'ni kontekstual matnni o'zida ichidagina shartli ravishda sinonim qilib olinadi, lekin uni matndan ajratib olganimizda sinonimlikni ifodalamaydi. Mana Abdulla Oripovning she'ridan nega kerak edi shu chiroy, shu o't, shu yoniq yulduzni ko'zga yashirmoq so'zida mana bu chiroy so'zi bilan o't so'zi sinonim bo'lib kelyapti. Aslida bu so'zlarni matndan ajratib olsak, chiroy so'zi boshqa narsa, o't so'zi boshqa narsani ifodalaydi. Lekin matnda ichida ikkalasi sinonim so'z bo'lib kelgan shartli. Shuning uchun kontekstual, ya'ni matnda ichida sinonimlar deb ataladi. Demak, leksikologiya bo'limining yana bir qismi uyadosh so'zlar. Demak, ongimizda so'zlar ma'lum mazmuniy guruhlarga bo'linadi.
ma'lum bir uya qilib qo'ymasak turli xil chochilishlar bo'ladi-da so'zlarda. Shuning uchun olimlar uni ma'lum bitta uychalarga solib chiqishgan. Masalan, kim so'rog'iga javob bo'lyaptimi? Ke, sen mana bu ot so'z turkumiga, ot uyasiga kirasan. Chiroyli, go'zal, sen qanday so'rog'iga javob bo'lyapsanmi? Ke, sen sifat uyasiga kirasan kabi uyalab chiqqan, uyadosh qilib chiqqan so'zlarni. Bu uyadosh so'zlardan tez va o'rinli foydalanishni osonlashtiradi. Ya'ni hammasi bitta joyda turganligi uchun. Bir mazmuniy guruhga kiruvchi so'zlar uyadosh so'zlar deyiladi. Masalan, qarang. Qoramol uyasi, sigir, ho'kiz, novvos, buzoq, molboqar deb o'tirmaymizda bitta nom bilan qoramol uyasi deb o'sha bitta uyaga kirdirib qo'yganmiz. Shuni ichiga shuncha so'zlar kirib ketadi. Mana qo'y uyasi deyapti, meva ma'nosida. Mana olma, gilos va hokazo ketdi. Ro'zg'or buyumlari uyasi va boshqa. Bir so'z turkumida bo'ladi. Yana mana shu uyadosh so'zlarimiz ham bir so'z turkum doirasida kuzatilar ekan. Masalan, idish tovoqlar desak ham sport mavzusi. Demak, mana shu bitta uyaga kiradi. Mana shu so'zlarni oson ishlatishga yordam berar ekan. Leksikologiya bo'limi bo'yicha mana shu, demak, slaydimiz bor edi. Hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi mana bu leksikologiya bo'limini o'rganib, biz o'rganish jarayonida nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Bir ikkita savollarda namuna ko'rsatay sizga. Qanday savollar tushishini. Demak, bu darsni ko'rganimizdan so'ng testlar beriladi. Testlarni ko'proq ishlaylik. Shuning uchun ko'proq amaliyotda qo'llasak, testni yaxshi bajaramiz. Mana bunday shakldagi beriladi. Mana hozir o'rganganlarimiz bo'yicha qaysi raqamlar bilan belgilangan qismlarda dard so'zining nutqda qo'llanilishiga oid leksik tahlil to'g'ri berilgan. Dard so'zi demak, so'z o'rtaga yoziladi. Mana birdan boshlab ko'chma ma'no, sinonim ma'no, paronim, antonim so'zlari demak berilyapti bizga. Dard so'zi, antonim oldin, bu mana bu qismlarga o'tmasdan oldin mana bu o'rtadagi so'zni tahlil qilib olishingiz kerak. Dard so'zi. Xo'p, antonimi orzu bo'la oladimi? Dard bilan orzu. Xo'p, o'ylab ko'ring. Dard armon so'zi dard bilan bo'la oladimi? Paronim dard bo'la oladimi? Ko'chma ma'nosi balo bo'la oladimi? Demak, mana shunday holatda yechiladi. Buni endi darslarimizda ko'ramiz. Bitta ko'rinishi, bitta tipi shunday savolda mana o'rtaga yoziladi-da, uni ko'chma ma'nosi, omonimi, sinonimi, paronimi beriladi. Ba'zi testlarda tushyapti. Aprel-may imtihonlarida bunday savollarni ko'rmadim men, ancha osonlashgan edi. Bunchalik bunaqa shakldagi berilmagan. Hop, mana bu shakl ko'p keladi. Mana o'zaro ma'nodosh bo'la oladigan so'zlarni aniqlang deyapti. So'z beriladi va bu so'zlarni ma'nodosh ligini topishimiz kerak. Mana bezak, zinat, hasham deyapti. Chang, g'ubor, xira deyapti. Xarj, qimmat, xarajat deyapti. Bu so'zlarni demak topishda bularni albatta so'z turkumiga e'tibor berib topamiz. Mana qarang. Xarj, mana xarj ot so'z turkumi, xarajat ham ot so'z turkumi, lekin qimmat sifat so'z turkumi. Shuning uchun turli xil so'z turkumida bo'lganligi uchun demak S javob xato. Xuddi mana shu shaklda bajariladi bular. Mana qo'pol, tund, notekis deyapti. Xo'p, shu shakldagisi bor. Endi hozir bajarmaymiz. Buni shunchaki sizga qanday tiplari borligini ko'rsatish uchun ochdim bu testni. Bitta turi shunday, yana bitta turi bor edi adashmasam. Xo'p, yana bitta turi bu boyagidan mana yana bitta tur mana bunday shaklda qarang. So'zlar bu tarafga beriladi. Mana 36-savolda qaysi javobda sinonimik qator va shu sinonimik qatorga mansub bo'la oladigan so'zlar to'g'ri moslashtirib ko'rsatilgan. Mana bu raqamlab ko'rsatilgan 4 ta so'zni bu tarafga moslashtirishimiz kerak bo'ladi. Mana qarang. Birinchi savolga rafiqa xotin tepadan qo'yib chiqamiz. Rafiqa xotin qusur bo'ladimi? Shekilli, azamat, taxmin, gunoh, zavja. Zavja bo'ladi. Birga F javob tushdi. Mana birga F javoblilarni olamiz. A da B da yo'q. B avtomatik o'chiramiz. B dan chiqib ketdik. S D ketyapti. Demak,
Biz A, S, D ni tahlil qilishimiz kerak. Mard, jasur, qusur bo'ladimi? Shekilli, azamat, taxmin, gunoh, zavja. Xo'p, mard, jasur, azamat bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Demak, ikkinchisiga S bo'ldi. Demak, birga F, ikkiga S bo'ldi. Ikkiga S javoblarini ko'ramiz. Faqatgina bizda demak A bilan D qolyapti. Demak, S ni o'chirdik, chunki S da D javobni berib qo'yapti. Keyingisi illat, nuqson, demak, qusur. Demak, 3 ga nima bo'ldi? A bo'ldi. Mana to'g'ri javobimiz chiqdi, D javob chiqdi. Xuddi shu shaklda bajarasiz. 4 ga D, tusmolchama, taxmin to'g'ri chiqdi. Demak, D javob. Mana shunday shaklda bajariladi. Omonimlarni, sinonimlarni o'rganish mana shu testlarda qo'llashga kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Darsni yaxshilab eshitib chiqing. Test ishlashga tayyorlaning. Sog' bo'ling, salomat bo'ling azizlarim.